yoshinglar 40-50 ga kirganda faqat keyin harakat qilib kollagenni ichish kerak degan narsa yo'q. 24 yoshdan keyin o'tgan safar ham aytdim, organizm kollagen ishlab chiqarishi riski tushib ketadi. Shuning uchun mana hozirdan ichishni boshlaganman. Tabiiy marmeladga o'xshaydigan kollagenlidan 2 xil vkusdan zakaz qildim. O'zi biladi 6 xil vkusi bor. Men o'zimga yoqqan vkuslari olma bilan o'zimlik zakaz qildim. Ularni ochmay, chunki menda hali ikkinchi banchkam bor. Уже bu meni birinchi banchkani tugatganman, ikkinchisi mana tagida qoldi-da. Hozir tugamasdan oldin, как раз hozir shunaqa kollagenlarga 40% skidka bo'layotgan ekan, o'shaning uchun zakaz qilib oldim ikkitasi. O'zi qaranglar marmeladga o'xshaydi, o'zi kurshili bilan yeb tashlagili keladi. Bundan tashqari gyaluronka zakaz qilganman. Bu nimaga? Hozir yozda hammamiz konditsionerli xonadan umuman chiqmayapmiz. Kamiga basseynlarga borib, zagarla olyapmiz. Buning natijasida terimizni qurishi boshlaydi. Tim bo'li hozirgi issiqda. Keyin уже ajin tushishi boshlaydi, teri qurib, xunuk ko'rinishi boshlaydi. Gyaluron kislotasi ichganingizdan keyin teringlar takoy namlangan bo'lib, ajin tushishini oldini oladi.